Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetining aziz mushtarlari. Munbirimizga xush keldinglar. Normal ahvolda munbirimizga har haftada oz deganda bir asar yo'llab kelyapatdik. Afsus, 2 haftadan beri biror asar yo'llay olmadik. Hatto oldin tayyorlagan asarlarni yo'llashga rayim bo'lmadi. Sababi İstanbul'da o'ltirishliq jon-jigar do'stimning yo'ldoshi Metin dostumni 2 bola bilan tashlab tuyuqsiz 48 yoshida olamdan o'tdi. Onundan boshqa Shveysariyada men uchun jon-jigar qirindoshlardek bo'lib qolgan hadisingil do'stlarimning dadasi Reymjon dadimiz Urumchida kasal sababidan 92 yoshida olamdan o'tdi. Amerikada o'ltirishliq Erkinay Ablis xonim 1 yildan ortiq nejis kasal bilan ilishib oxiri davolash unum bermay 46 yoshida olamdan o'tdi. Bu xonimni men bevosita tonimayman, lekin do'stimdan yaxshi ta'riflarni anglagan. Bo'libmi yolg'iz qizining ishtim qolganligini o'ylab ko'nglim yerim bo'ldi. Şuna 2 haftadan beri sizlarga biror asarni o'qib berishga rasla ya ovozim bo'lmadi, ya g'ayritim bo'lmadi. Ulug' Allah bu esil kishilarning o dunyoligini nurlar ichida qilsin. Oila tabobatlariga, farzandlariga cheksiz sabrlar ato qilsin. Har biringlarning sehi dualaringlarni, aymasliginglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Shundaq, bu hayot, bu dunyo hammamiz uchun bir qo'nalg'u. Kelgankanmiz ilgir keyin bo'lib, baribir ketimiz. O'lim hayotlar uchun haqiqatan bek qiyin sinoq ekan. Yalqin Ro'zning bir asari bor-edi. Bu asarni bir yaxshiroq fursat deb o'qib beramayotdim. Bugun dal mush asarni o'qiydigan bir fursat keldi deb to'nidim. Bu Yalqin Ro'zining marhum Oblikim Abdirisht, ya'ni xalqimizning faxrlik o'g'loni, boks peshvosi Oblikim Abdirishtning vafotiga atab yozgan musibatnomasi. Samadın saqidi yulduz musibatname. Ana diyarimiz bokschilig'ining barpochisi, Jungo va chet ellarga to'nilgan donliq mashqovul, Tangirtog'ning faxrlik o'g'loni, xalqimizni 20 yildan buyon takror hayojonga cho'mdirib kelgan qaysar azimat Oblikim Abdirishtning yuragi 10-ayning 23 kuni Seyşembe Urumchi vaqti soat 0:35 minut o'tganda 54 yoshida so'qishdan to'xtadi. Ana diyorimizning miskin osmonidagi bir nuroniy yulduz samo bo'ylab soqidi. Tangirtog'ning qorliq cho'qqalaridagi bir qomatlik shamshat qaraslab so'ndi. Qari qurum tog'laridagi bir qiron burkutning qanoti qayrilib, cho'nqur hang'i g'ulab tushdi. Tarim bo'stonliqidagi bir hayvatli to'g'roq guruslab o'rildi. Eli tog'laridagi bir botir bo'ra mangulik g'oyib bo'ldi. Altay yayloqlaridagi chop-chip turgan bir arg'amoq ochiq kishnab yiqildi. Yuraklarni armonda qo'ygan, qalblarni hasratga cho'mdirgan azobliq motam xabari hamma yerni qopladi. Qashqar Hitgoh jamoasining oldida muңlanib o'ltirgan mo'tabar buvay duoga qo'l ko'tardi. Xotan diyoridagi salobatlik tevib ulug' kichik tindi. G'uljilik sazandining tamburining tori uzildi.
Үрімчілікі бірі сәгек зиялы чоңқұры ойға қарқ болды. Атұштікі жахан кәскен бірі сахабәтчі содигер армыныны ішчіге өтті. Құмылдыкі яш мұаллімнің көз чанақлары яшқы толды. Çöçekteki bir mehriban ananın jüreki etişti. Anı diyarımız boks komandasıdaki Abdüşkür Mecit, Abdurrahman Abdurreşit, Nicat Hüsen, Ekrem İshak, Ekrem Barat, Ekber Yusuf, Muhammed Tursun Çoğ, Nebi Seydullah, Nebi Ablet, Zibibullah Mehmet, Qatarlıq 50-dək qaysar oğlan yarlanğan şirdək hürkirəb nalı qıldı. Qazağıstandaki Qanat İslam esini yoxutub, qaqqan qozuqdək turub qaldı. Milyonlığan jürəklər birdək əlvida oğlan dəb nida qıldı. Bu goya alıp Ertuğ'a öldü mü? Pələk üçün aldı mı? Vapasız dünya kaldı mı? Emdi jürek yırtılır degendek içinişlik iş oldu. Boks peşivası Ablikim Abdurreşit Efendi bu yıl 9. ayda bayqalğan aşqazan astı bezi rakını Beyjing'de operasiya qıldırğan bulsumu kesili ahırqı basqışta bayqalğaşqa davalaş önümlük bolmay qaytib kelip üyede hem Abnumraylıq Xalq Doktorxanasında kütünüş xarakterdə davalanğan edi. Şundaqdımı necis kesel barğan seri edep ahır bu əzimətni cenedin juda qıldı. Musibət xəbəri çaxmaq tezlikdə qulaqdan qulaqqa yetdi. Tor və telefonlar bu azaplı xəbərini cahanğa yaydı. Gezit, radyo, televizorlar bu əzimətinin ölüm xəbərini 7 yaşdan 70 yaşqıca həmmə oxuturdu. Bu musibət xəbəri adətki bir ölüm xəbər bolmasdın, bəlkə bütkül xalqımızı qayğığa salıdığan, boks sahasındakı kəsbdaşlarını həsrətdə qoyuduğan, yoxtuş xarakterlik bir iğir milli musibət idi. Onun vafatı diyarımızın tənterbiyə sistemisi üçünlə əməz, Cungo'nun boks hərəkəti üçünmü zor yoxtuş olub hesablandı. Şuna bu musibət xəbəri deniz yaxısıdakı şəhər Vənjoğa yetib barğanda, Vənjo şəhərində bu yıllıq məmləkətlik boks müsabiqəsini ötközüşkə hazır olub turğan neçə yüzləyən məşğul və boksçılar bu qədirdan səbdişinin hörməti üçün 1 minut sükut tuturup matem bildirdi. Abnumraylıq Tənterbiyə İdarəsindəki rəhbərlər və xizmətçilərimi hayatı şan şərəf bilən tolğan bu abroylıq xizmətdişinin hörməti üçün 1 minut sükut tuturdu. Atış şəhərlik 2-ci otur məktəbdəki 2000'dan artıq oqutquchi, oquvchi qalbi puçlanğan halda bu namı öçməz milli qəhrəmanığa sükut tuturup ehtiram bildirdi. Ablikim Efendi həqiqətən anı diyarımız boksçılığıdaki mötüvər sərkərdi idi. O köpnü görgən, çeniqqan, mol təcrübəyə ega parasətlik sərki sübütüdə boks komandasıdaki əzimətlərini yetəkləb hər qaysı ölkə, şəhərlərdə və dünyanın hər qaysı dövlətlərdə ötközülgən çoğ kiçik boks müsabiqələrdə salabətli qiyafətdə peyda olub rəqiblərini vəhimədə qoyatdı. Rəqabətçilərini dəkki-dükkiga salatdı. Şagirdlərini qəlibə uftuqlarga erişdirətdi. O 20 yılğa yetmegen vaqt içində Şinjan boksçılığını yoxluqdan barlıqı keltirib, Cungo'daki nam atqı yox aciz komandadan həmmə biladigan heyvisi zor, g'olib komandaga aylandırğan idi. Cungo boks hərəkətinin xalqara müsabiqələrdə əməli küçünü namoyon qilishi üçün o'chmas töhfa qo'shgan edi.
O tərbiyələyən şagirdlardan Abdüşkür Mecid Jungo Boks Şahi degan kəmərni belige məhkəm bağlagan idi. Abdurrahman Ablikim bilan Muhammad Tursun Çoğ Asiya boks çempionu degan tajni beshiga kiygan edi. Qanat İslam olimpik mis medaliga erishgan edi. Nijat Hüsen xalqaro bo'yicha harbiylar aro o'tkazilgan musobaqada ikkinchi bo'lgan edi. Qisqasi bu boks peshivasining komandasidagi mahirlar davlat ichi va xalqaroda o'tkazilgan cho'ng kichik boks musobaqalarida 60 dan ortiq oltin medalni qo'lga keltirgan edi. 2000-yildan boshlab uning boshqarishidagi Şinjan boks harakati markazining mahirlari uda 4 qitim xalqaro olimpik tadharkat musobaqasiga qatnashib kelyapti. Өлke darajalik bir kichik komanda mahirlarining xalqaro olimpik musobaqasiga qatnashish salohiyatini izchil holda 4 navbat egelishi davlat ichida emas, xalqarodami kasbdoshlarning hayronligini va qoyilligini qo'zg'agan edi. Ablikim apandining eng oliy istagi Şinjan xalqiga olimpik oltin medalidan birini qo'lga keltirib, o'zining o'g'lonlik burchini oqlash edi. Afsus, rahimsiz kasal bu azimatni 54 yoshida boks munberidan elib ketdi. Uning arzu armonlari Abdüşkür Mecid, Abdurrahman Ablikim, Köreş Örkeş qatorliq izbasar mashqavullarning yelkisiga yuklandi. Xalq boks sohasidagi bir jasur o'g'lonidan ayrilib qolgan bo'lsa-mu, ammo qayg'uliq hissiyotini kuchga aylantirib, o'zlarining umidga to'lgan ko'zlarini uning bahodir varislariga tikmoqda. Boks peshivasi Ablikim Abdurshid Efendi 1958-yili 11 ayning 7-kuni Atuşning Kattayliq yesida dunyoga kelgan. Balalik chaqlardila oilasi bilan Urumchiga ko'chib chiqib, Urumchidagi o'rta boshlang'ich maktablarda o'qigan. Tantarbiyaga bo'lgan qiziqishi ziyoda kuchli bo'lg'achqa, oliy maktabning tantarbiya kasbiga imtihon bergan. 1983-yili Xi'an Tantarbiya universitetining yenik atletika kasbini bitirib kelib, Abdunum rayonlik sobiq Tantarbiya komiteti Mashq 1-cho'ng atirtining yenik atletika tanarkachisi bo'lgan. Keyin musobaqa boshqarmasida mudir bo'lim a'zosi bo'lgan. 1994-yili Şinjan boks harakatini boshqarish markazi qurilgan. U bu markazning davlat darajalik mashqavuli va muavin mudir bo'lgan. 2002-yili 10-oydan boshlab bu markazning mudirlik vazifasini ustiga olgan. Boks peshvasi Ablikim Abdurshid barlig'ini ana diyorimizning boks ishlarini taraqqiy qildirishga beg'ishlagan al-pida azimat, qobil mashqavul, ijodchanlik alohidagi kuchlik yetakchi va xarakteri keskin boshlamchi bo'lish sifati bilan xizmatni bajonidillik bilan to'limi astoydil ishlaydi. U boks komandasini o'z oilasida ko'ratdi. Bokschilarni borliqim deb biladi. Eng ko'p vaqtini idorada o'tkazadi. Eng ko'p zehnini bokschi azimatlarni tarbiyalashga sarf qiladi. Ablikim Abdurshid bir talabchan ota, pishqan pedagog edi. U bokschilarni atrofliq tarbiyalashga ahamiyat beradi. Ularning mustaqil ideyaga ega bo'lishini, to'g'ri bilan xatoni farqlantirib yashay oladigan bo'lishini talab qiladi. Kasbiy mashqni ching tutish bilan birga madaniyat bilimlarini o'rganishiga ko'ngil bo'ladi. Ularga unumlik mashq va yaxshi turmush odatini o'rgatib, yaramliq odam bo'lishga yetaklaydi. Ularda yuksak
kasbiy sapa va qaysarlik bilan elishish ruhining bo'lishiga puxta asos soladi. Ablikim efendi qatmallıqdan, bekinmichilikdan xoli edi. Fikirlari ochiq, mijoz xarakteri mardona edi. Plan, loyiha tuzishga dodil edi. Mas'uliyatdan o'zini ep qaşmaydı. Şinjan boks komandasini texmo kuchli komandaga aylandirish, musobaqalarda texmo ko'p şan sharaflarni qo'lga keltirish uchun astoydil ko'zatdi, zerikmay o'rganatdi. O yuqori saviyalik ixtisos egalarini kirgizishga mahir bo'lib, chet elning ilg'or texnika va mashq usulini qabul qilib, uni amaliyotdan o'tkazib, yengillik yaratib, tanarkachilarni cho'ng musobaqalarda yangi texnikani qo'llanib, a'lo natijalarni qo'lga keltirishga ilhomlantiradi. Shunga u kasbdoshlarini qoyil qilib, avomni zo'qlantirib, oz bo'lmagan amaliy unum va yuqori şan sharaflarni qo'lga keltirgan. O, ana diyarimiz tantarbiya sohasidan borliqqa kelgan ilg'or tip va munavvar vakil. Şinjan tantarbiya sohasining ilg'orlardan bo'lish faoliyatidagi jonliq darslik bo'lib, avtonom rayonimiz tantarbiya sistemasidagi kadrlar va xizmatchilarning o'rganish ulgisi. Uning Şinjan boks harakatini boshqarish markazining mas'uli bo'lib ishlagan chog'dagi ko'rsatgan to'kpisi ko'p qitim muayyanlashtirilgan. Hayoti shon sharaf va g'alaba utuqlar bilan to'lgan bu faxrlik o'g'lan hammamizni hasratda qo'yib aramizdan ketdi. Ammo uning Polatdek irodasi, mard ham mardona xislati, oliyjanob kasbiy fazilati, sarkardiga xos salopatlik obrazi qalbimizdan mangulik o'rin oldi. Hasratga to'lgan yuraklar mundoq deb birdek shivirladi. Elvida azimat, elvida Tanrıdağ oğlu, elvida az uçraydigan boks peşvası. 2012 10 ayının 28 günü yazıldı. Xoş, ahırda bir dostum yollagan abdori nama'lum tövendeki hikmetler bilen bu qitimliq kitap o'qish vaqtimizni oxirlashtiraylik. Bir yo'ling bo'lsa ketadigan keyinga qo'yma. Bir so'zing bo'lsa tildan dilga hech sukut qilma. Bir quchoqlaydigan yurak bo'lsa bag'ringni och, turma. Vaqt ketadi. Qo'lingni, ko'zingni, yo'lingni, yuragingni alıdı sendin. O çağda xalısangmı tutalmaysan, körelmeysen, ketelmeysen, sözleyelmez bolasın. Hemmanlağa aman esellik, hatırcemlik hem salametler tileymen. Allah'a emanet.